Balam, nimishqa gap anglamaysan? Abdori Spencer Johnson. Tərcüm qılğıcı Nilufar Abdurayim. Oqurmanlarga o'zinglarning ata-ona bo'lish tajribanglardan shuni his qilaolaysizlar ki, bir yaxshi ata-ona bo'lishni qisqagina 1 minutda tamomlab bo'lg'ili bo'lmaydi. Biroq siz ma'lum xil usullar orqali balangiz bilan fikr almashtirish orqali faqat qisqagina 1 minut ichida balangizning nihoyat tezla o'zini yaxshi ko'rishiga hamda o'z ixtiyorligi bilan yaxshi bola bo'lishiga yordam qila olasiz. Amaliyotda bu usullar nihoyat oddiy bo'lib, siz tamalliqqa bu usullarning haqiqatan unumli bo'lganligiga ishonmay qolasiz. Utuq qozongan ota-onalarga o'xshash bu usullarni sinab beqishinglar kerakdir. Kitobda tunishtirilgan 3 xil fikr almashtirish usulini astoydillik bilan tadqiq qilib, oilangizda 1 oy qo'llanib, andin ularning unumli bo'ldigan yoki bo'lmaydiganligiga yakun chiqaring. Sizlar bolalaringlarning ish harakatlarida ilgirlash bor yo'qligiga qarab beqinglar. Ulardan o'zlarida yuz bergan o'zgarishlarga nisbatan qanday hissiyotga kelganligini so'rab beqinglar. Shu chaqda siz bu usullarning unumli bo'ldigan yoki bo'lmaydiganligiga hukm chiqarsangiz bo'ladi. Men shundoq aytalaymanki, sizmi men va bu ishlarni sinab baqqan boshqa ota-onalardek mundaq bir yakunga kelasiz. Mayli bolalarning yoki ota-onalarning nuqtasidan qarayli, bu usullarning hammasi nihoyat unumlidir. Birinchi bob, balam, nimishqa gap anglamaysan? Kasbda nihoyat utuq qozongan bir kunlarning birida o'zining nihoyat gangrab qolganligini, bu xil gangrab qarishning xili uzoq bir mezgil davomlashganligini his qiladi. Odatda u ma'lum bir yangi masalaga yo'liqqanda nihoyat tezla hal qilish chorasini tepib oladi. Shuning bilan u bu xil gangrashning paydo bo'lish sababi ustida izlanadi. U bu ishlarning uning ayolining to'yuqsiz vafotidan bo'lganligini payqadi. Bu uning buningdan keyin o'z yolg'iz 5 bolani boqadiganligini bildiradi. Bolalarni tarbiyalashda er-xotin ikkisi azaldan kuchining boricha tirishadi. Ya'ni ayoli mehribon onaning rolini o'ynasa, u qattiq qo'l, talabchan dadining rolini o'taydi. Amaliyotda ular bularning hammasini ota-onasidan o'rgangan edi. Burun u o'zi bilan hamisha birga bo'lgan bu 5 bolani tarbiyalashning buncha tasligini o'ylab boqmagan edi. Aslida ayol o'tisidan chiqadigan mas'uliyat haqiqatan og'ir ekan. Hozir u ayolning nimishqa doim qaqshaydiganligini tushundi. Bolalar bilan birga bo'lgan vaqtning uzurishi bilan u o'zining burun yaxshi tadi bo'la olmaganligini, bolalarga nihoyat sal qarg'anligini his qildi. Burun ayolning doim uningga bolalardan nihoyat ansiraydiganligini, bolalarning to'g'ri yo'ldan chatnayotganligini his qilganligini aytqini hozirmi uning esida edi. Biroq dadi bo'lgan u bu ishlarga qilchimi eran qilmagan edi. Ayolning burun qilgan barliq ishlarning nihoyat tasligini u endi his qilgan edi. U ayni vaqtda bolalarni tarbiyalashda o'zaro moslashgan bo'lsa, ahvolning hozirgidan yaxshi bo'lganligini o'yladi. Ayoli ketdi. Bolalar orasida yuz bergan jadal mojaroni hal qilish qatorliq masalalarni endi u o'z yolg'iz hal qiladi. U bolalarni kuzatishga boshladi. Natija uni nihoyat hayron qoldirdi. Aslida ayoli uning ham qilmaslik uchun doim uning oldida bolalarning kamsizligini yo'shirgan ekan. Balkim uning bunday qilishi bolalarni homiysiga ilish uchun bo'lsa kerak. U bolalarni kuzatgan sari bolalarning nihoyat yo'lsiz ekanligini his qildi. Ota-onasining ularga qilgan barligi uchun bolalar qilchimi minnatdor bo'lmaydi. Ularning ko'zlaridan g'alatilik ko'rinib turadi. Ajaba ulardimi ota-onasiga o'xshash gangarash bormidi? Ilgari u xizmat aldirash bo'lganligidan boshqalarga nisbatan kechikib to'y qilgan edi. Biroq u kechikib to'y qilishning
ballar bilan bo'lgan arliqni bunchalar cho'ngaytib o'tishni o'ylab baxmagan edi. U barliq ballar mushundaq bo'lamdigandi. Ballarim qachondan beri mushundaq bo'lib qolgandi. O'zgarish jarayonida yana qandaq bo'lar deganlarni o'yladi. Vaqtning o'tishi bilan bu dada yana yangi bir masalaga duch keldi. Ya'ni oilada nihoyat og'ir ish yuz berdi. Burun u kitob va gazetlarda bu xildagi ishlarni o'qiydi. Uning ustiga bularning hammasi boshqalarning oilasida yuz beradi. U bu umrda tunji qitim televizor va gazetlardagi xabarlarga diqqat qildigan bo'ldi. Uning ustiga har xil shum xabarlarni anglab, xotirjamsizlik his qildi. Sirtda yuz bergan ishlarni u o'ylashga betin olmaydi. Yosh o'smirlarning o'sib yetilish jarayonidagi masalalari, zaharlik chekimlik chekish, qasddan buzg'unchilik qilish, qonunga xiloflik qilib intizomni buzish, hatto yana zo'ravonlik jinoyati va o'zini o'ldirib olish qatorliqlar kundan kunga og'irlashmoqda edi. Bu ishlar uni xotirjamsiz qilib qo'ygan edi. Ilgari u bularni o'ylamaslikka urinib boqqan edi. Biroq bolalarning sirtda doim kesh qilishi, sirtqa chiqishning ko'payib qolganligini bayqaganda, u tabiiyla kundan kunga og'irlashayotgan yosh o'smirlarning uydan chiqib ketish masalasini o'ylab qolgan edi. U yoshlar o'smirlar masalalari ustida chiqayotgan objektiv statistikal misollarni bilganida, menga o'xshash tashvishlangan nurg'unlagan ota-onalar bordir deb o'z-o'ziga tasalli berdi. Har bir oilada o'ziga tushliq qiyinchilik borda. Biroq u bolalarni yaxshi ko'rdi. U qo'l qo'shtirib tursa bo'lmaydi. U bolalar uchun bir ish qilish niyati keldi. Biroq qanday qilish kerak? Na'dan boshlash kerak? Azaldan oil ishlariga ko'ngil bilib baxmagan bu dada o'zining oilasiga boshqadan sapsilishga boshladi. Natijada u masalani hal qilish usulini tepish kerakligini his qildi. Bolalarga boshdan oxiri sal qarabdiman. Ular hozir qalbdan chiqib ketdi. Buning ularga va menga qilch foydasi yo'q deb o'yladi u. U bir niyatga kelib, bolalarimni texmi qattiq boshqarishim kerak deb o'yladi. Uning o'ylagani to'g'ri edi. Bolalar haqiqatan qattiq boshqarishga muhtoj edi. Shuning bilan u kuchining boricha ularni qattiq boshqargan bo'ldi. Boshda u ota-onasiga o'xshash kon usul bo'yicha bolalarni boshqardi. Biroq uzoq o'tmayla o'zining nihoyat erib qolganligini, bolalarning harakatida vaqtincha o'zgarish bo'lgan bo'lsa-mu, biroq ularning masalalarni tunishida qilchimi o'zgarish bo'lmaganligini his qildi. Ko'rinishda burunga qaraganda gap anglagandek qilgan bilan amaliyotda faqat qoyil bo'lmagan bo'lib, og'irlash kayfiyati bargan sir og'irlashdi. Oildagi bu jiddiy kayfiyat bu dadini texmi gangatib qo'ydi. Nimishqa u tirishgan siri ishlar texmi osonlashdi. U qanday qilishni faqatla bilmadi. Biroq turmushning boshqa sohalarida u bunday qiyin masalalarga doim uchrab turadi. Har qatim nihoyat o'ng'ishli holda hal qilish chorasini topadi. Shunga u qilchimi mayuslanmay, nurg'un qatim sinovlardan o'tgan usul mutaxassislardan ta'lim olish orqali javobga erishmoqchi